Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qurilish qilayotgan bo'lsangiz yoki biron bir showroom ochyapsizmi, shaxsiy xususiy klinikami, o'quv markazimi, farqi yo'q. Baribir shiftlarni qilishingiz kerak bo'ladi. Shift degani o'zbekchasiga shift, ruschasiga patolog bo'ladi. Bu yoqda bir nechta yechimlar bor, lekin o'sha yechimlarni tanlashdan oldin bir ikkita savollarga javob berib olishingiz kerak. Narxi, rangi, materiali va u yoqdan agar arendaga turgan bo'lsam, chiqib ketayotganimda o'sha shiftlarni yechib olib keta olmaymanmi degan savollarga javob berib olish kerak. Narxi borasida mana bu showroomlarga agar biron bir hashamatli ofis qilayotgan bo'lsangiz, grilyato deyiladi, juda chiroyli ko'rinadi. O'rtasiga terib qo'yiladi, orasidan svet ham, chiroq ham chiqarib qo'ysanglar bo'ladi. Juda mustahkam, juda yaxshi va yengil mahsulot. Buni ham qo'ysanglar bo'ladi, narxlarini kelishamiz. Ikkinchi yechim mana bunaqa shiftlar, ya'ni bular qora rangda ham bo'lishi mumkin yoki oq rangda ham bo'lishi mumkin. Hozir ko'rsataman. Bu mana oq rangi bo'lib hisoblanadi. Bemalol buni aslida любой istagan rangingizga bo'yasangiz bo'ladi. Xolasangiz sariq qiling, qizil qiling, yashil qiling. Ayniqsa xususiy bog'chalarda zo'r ketadi bu, chunki o'zingiz xohlagan brendingiz rangiga bo'yab beramiz. Buni ham kelishilgan chiroyli narxda. Eng asosiy haligi savollarga javob, buni yechib ketsam bo'ladimi? Agar siz arendada turadigan bo'lsangiz, bemalol yechib ketish imkoniyatingiz bor bu narsalarni. O'zingizda xodimlaringiz bo'lsa, ularni o'zi ham taburetga qo'yibmi, stremyanka qo'yibmi, bemalol yechib olishadi. Azizlar, agar konsultatsiyalar kerak bo'lsa, biron bir narsani xarid qilmoqchi bo'lsangiz, shiftlarga, chiroqchilar ham menga aloqaga chiqinglar yoki bizani jamoaga bemalol xudo xolasa konsultatsiya beramiz. Hech bo'lmasa tanishib olamiz. Sotib olishinglar shart emas.